Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Diqqat, tezkor xabar. 1-yanvardan boshlab Sankt-Peterburgda ham patent narxi ko'tariladi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatida migrantlar uchun patent narxi 2026-yildan boshlab oshadi. Bu haqda shahar deputati xabar qildi. Avvalroq shu narx yilning sentyabr oyidan boshlab bir qismga ochilishi rejalashtirilgan edi. Patent Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqidan tashqaridagi mamlakatlardan, masalan, Ozarbayjon, Tojikiston, O'zbekiston, Moldovadan kelgan muhojirlarga ishlashga ruxsat beruvchi hujjat hisoblanadi. 2025-yilda Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatlarida patent narxi oyiga 6000 rublni tashkil etadi. 2026-yildan boshlab bu narx 8000 rublgacha ko'tariladi. Moskva viloyatida iqtisodiy faoliyatning ayrim turlari bo'yicha patentlar asosida ishlash taqiqlanadi. Moskva viloyatida 2026-yil 1-yanvardan patent asosida ishlaydigan chet el fuqarolari quyidagi sohalarda ishlashi taqiqlanadi. Spirtli ichimliklar va sigaretlarni sotish, bunga ixtisoslashgan do'konlarda, oziq-ovqat mahsulotlari, avtomobil rassalari, ko'chma qahvaxonalar, muzqaymoq kiosklari, ta'lim, bolalar bog'chalari, maktablar, universitetlar, har qanday ta'lim muassasalari, tibbiy va ijtimoiy xizmatlar, kasalxonalar, klinikalar, sanatoriylar, madaniyat, sport va ko'ngilochar tadbirlar, teatrlar, muzeylar, kino, fitnes klublar, konsert maydonchalari. Ma'lumot uchun 2025-yilda ham bu sohalarda ishlash taqiqlangan edi. Omsk viloyatida sud 36 yoshli O'zbekiston fuqarosiga chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi. U Rossiya Jinoyat kodeksining 111-moddasi qasddan og'ir tan jarohati yetkazish bo'yicha aybdor deb topdi. U 4 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi va jabrlanuvchiga 500 ming rubl miqdorida kompensatsiya to'lashi ham shart. Hujum 2023-yil yozda sodir bo'lgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, yo'lovchi taksi chaqirib yordam so'rash uchun boshqa birovning bog' uchastkasiga kirgan. Uchastkada bo'lgan migrant uni o'g'ri deb gumon qilib, kaltaklay boshlagan. Jabrlanuvchi qochishga uringanida unga it qo'yib yuborilgan. Prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, it uni kamida 20 marta tishlagan. Shifokorlar jabrlanuvchining bosh suyagi singanini ham qayd etgan. Apellyatsiya sudi hukmni o'z kuchida qoldirdi va unga yengillashtirishdan bosh tortdi. Moskva, Sankt-Peterburg, Sochi, Qozon, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Yekaterinburg va boshqa shaharlar aeroportlarda migratsiya nazorat punktlari ish boshladi. Hozircha 12 ta ochilgan, keyinchalik temir yo'l vokzallari va avtomobil o'tish punktlarida yaqinda ham ochiladi. Ularning asosiy maqsadi migratsiya qonunchiligini buzgan xorijliklarni aeroportning o'zida aniqlash, ya'ni aeroportda samolyotga minish uchun ro'yxatga o'tayotgan paytda ham hujjatlarni tekshirishlari mumkin. Toshkent-Qozon poyezd qatnovi qayta tiklanadi. O'ztemir yo'l yo'lovchi kompaniyasi 315-316 sonli Toshkent-Qozon-Toshkent yo'nalishlaridagi haftada bir marta qatnov bo'lishini ma'lum qildi. Birinchi reys 21 dekabr kuni Toshkent markaziy vokzaldan Qozonga jo'nab ketadi. Masofa vaqti 2,5 kun. Poyezd tarkibi 7 ta vagondan iborat bo'ladi. Bir vaqtning o'zida 342 yo'lovchiga xizmat ko'rsata oladi. Ma'lumot uchun hozir Toshkentdan Volgograd, Moskva, Chelyabinsk, Samara, Novosibirskka poyezd qatnovlari bor.